Hammaga assalomu alaykum. Bimchilar, yaxshimisizlar? Yana ma'lum bir tanaffusdan keyin sizlar bilan ko'rishib turibmiz. Tanaffuslarimiz afsuski uzoq bo'lib ketyapti. Bundan keyin tez-tez chiqarishga harakat qilamiz. Xo'p, bugun biz sizlar bilan bimchilar nimaligini ko'rib chiqamiz. Ya'ni bim qo'shimchasi qo'shilib aytiladigan kasblar nima ishlar qiladi, shularni ko'rib chiqamiz. Ketdik. Oldingi darslarimizdan sizlarga ma'lumki, bim bu nafaqat 3D yoki 3D modellashtirish, bim bu aniq rollar, javobgarliklar va axborotni boshqarishda qo'llaniladigan tizimli jarayon. Shu jarayon uchun ma'lum bir shaxslar javobgar bo'ladi. Bular qanday shaxslar va ularda qanday javobgarliklari bor, shularni ko'rib chiqamiz. Hop, birinchi aytib o'tganimdek, shu bimchilarning rollarini ko'rib chiqamiz. Ular tavsiflarini ko'rib chiqamiz. Undan keyin shu bimchilarning majburiyatlarini ko'rib chiqamiz. Keyin RACI majburiyatlar matritsasi bor. U nimaligi haqida tushunchaga ega bo'lib olamiz. Undan keyin shu bimchilarda o'zaro hamkorligi va iyerarxiyasi, ya'ni bir-biri bilan qanday bog'liqligi bor, shularni ko'rib chiqamiz. Undan keyin shu bimchilarga nimalar kerak, ya'ni qanaqa ko'nikmalar, qanday skilllar kerak shu bimchi bo'lish uchun, shularni ko'rib chiqamiz. Darsimizni boshlashdan oldin odatdagidek sizlardan obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Agar do'stlaringizga ulashsangiz yanada yaxshi. Va like bosish esdan chiqmasin. Zero bu biz yanada qiziqarliroq videolar olishga undaydi. Ya'ni mehnatimizga shu bilan baho bergan bo'lasizlar va bizga yanada qo'shimcha motivatsiya bergan bo'lasizlar. Xo'p. Bimchilar kim o'zi? Nima ishlar qilamiz? Birinchi bo'lib ko'radiganimiz bu bim muallif. Ko'p eshitgan bo'lsalar ham kerak, bim avtor. Bim avtor nima ishlar qiladi? U to'g'ridan-to'g'ri shu qurilish modelini yaratadigan va hujjatlarni tayyorlaydigan, standart elementlar va ma'lumotlardan modelni yig'ish uchun javobgar bo'lgan shaxs. Ya'ni asosiy vazifasi modellashtirish va loyihalash. Boshqacha aytganda bu bim dasturlarida loyiha qiladigan loyihachi. Keyingi rolda ham sizlar eshitgan bo'lsalar kerak, bim modeller yoki bim master. Bim modeller o'zi shu korporativ standartlarga asosan informatsion modelda semestvalarini, shablonlarini yoki boshqa tipik detallarni yaratuvchi shaxs. U asosan shu semestvalarga mas'ul bo'ladi. Semestvalarning turini, parametrik semestvalarni yaratish uchun mas'ul bo'lgan shaxs. Xo'p, keyingi ko'rib chiqadigan rolimiz bim rivojlangan sari juda ommabop bo'ladigan rollardan biri bu bim koordinator. Bim koordinatorda asosiy vazifasi shu qurilish ma'lumotlarini modellashtirish muhitida loyihaning barcha ishtirokchilarini koordinatsiyasini ta'minlaydigan mutaxassis. Ularda asosiy vazifasi shu koordinatsiya qilish, ma'lumotlar sifatini kuzatish va ularni bim standartlariga qanchalik to'g'ri kelayotganini tekshirib borish. U barcha loyihachilarni bir-biri bilan bog'lab va ularni kommunikatsiya, ya'ni yaxshi kommunikatsiya qilish uchun mas'ul bo'lgan shaxs. Bim koordinatorda shu kommunikatsiya uchun asosiy mas'ul shaxs desa ham bo'ladi. Bim rivojlangan sari ommabop bo'lib borayotgan kasblardan biri bu bim menejer. Bim menejer shu bim uchun asosiy mas'ul desa ham bo'ladi. U shu loyihada qanday yondashuvlar, qanday strategiya ishlab chiqiladi, qanday programmalar ishlatish mumkin, ularni qaysi disiplinada ishlatish kerak, ya'ni qanday disiplina, qaysi razdel, qaysi programmada ishlaydi, ya'ni butun bim loyihani strategiyasini ishlab chiqaruvchi shaxs. Va bim menejer agar shu bim bo'limini boshlig'i bo'lmasa, shu bim uchun eng asosiy javobgar bo'ladi va barcha bimchilarni u boshqaradi. Bim rivojlangan sari yana talab kuchayib boradigan kasblardan biri bu bim dasturchi yoki bim developer. Bim developerda oddiy dasturchilardan farqi shu bim dasturlari uchun programmalar avtomatlashtirish uskunalarini yaratadi. Ya'ni loyihachi bir kun davomida ma'lum bir vaqt sarflaydigan vazifalarni avtomatlashtirilgan holda tez qilish uskunalarini yaratib beradi. Yana bim rivojlanib borgan sari bimda to'laqonli bim bo'lish uchun umumiy ma'lumotlar muhiti talab etiladi va umumiy ma'lumotlar muhitini boshqaruvchi administratorlari ham bo'ladi. Inglizchasiga Common Data Environment deyiladi. CD administrator yoki informatsion menejer deydi. Uni asosiy vazifasi shu dasturda administrativ funksiyalarni bajarish. Kimlargadir rol berish, kimlargadir dostуп berish, informatsion modelda oqimini boshqaradi. Ya'ni to'g'ri yuklanyaptimi,
qanday to'g'ri yuklash uchun instruksiyalar yozadi. Ya'ni shu umumiy ma'lumotlar muhitini tatbiq etish, uni rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash. Ya'ni agar sizlar umumiy ma'lumotlar muhiti haqida ruschasiga "Sreda общих данных" deyiladi, ya'ni SOT qisqartmasi. Shu abbreviaturani ko'p eshitgan bo'lsalaring va bu nimaligi haqida sizlarda savollar tug'ilayotgan bo'lsa, albatta keyingi darslarimizni ko'ring. Hozir tayyorlayapmiz. Umuman SOT nima, uni qanday ishlatish va qanday sodlar turlari bor. Shularni batafsil yoritib chiqamiz. Xo'p, keyingi kasblarimizni ko'rib chiqsak, keyingi kasbimiz aytib o'tganimdek, BIM rivojlangan sari, BIM menejerlar ko'paygan sari yoki BIM bo'limini boshlig'i bo'ladi yoki umuman shu tashkilot uchun raqamlashtirish uchun mas'ul bir shaxs bo'ladi va bu mas'ul shaxsni vakolati BIM bilan to'xtab qolmaydida. Butun tashkilotni avtomatlashtirish va tizimli raqamlashtirish bo'yicha javobgar bo'ladi. Nafaqat BIM yoki CD, ya'ni SOTni tatbiq etish va rivojlantirish, balki administrativ jarayonlarda ham, umuman tashkilotni barcha jarayonlarini qog'ozbozlikda chiqarib yuborib raqamlashtirish, ya'ni ERP kiritishi mumkin yoki boshqa TDM sistemalarini kiritish bo'lishi mumkin. Ya'ni BIM bo'yicha eng yuqori lavozim raqamlashtirish bo'yicha direktor bo'ladi va unga barcha BIMchilar ham va IT sohasidagilar ham unga bo'ysunadi. Keyin ko'rib chiqadigan kasbimiz BIM konsultant. Bu shu tashkilotda o'zida ishlamaydi odatda, chetdan taklif etiladi va BIMni tatbiq etish uchun, joriy etish uchun javobgar bo'ladi va uni asosiy vazifasi shu BIMda audit qilish, yetuklik darajasini aniqlash va shu tashkilotni BIMini rivojlantirish. Bularni batafsil yana ko'rib chiqamiz keyingi slaydlarda. Xo'p, BIMchilarda asosiy majburiyatlari, masalan, BIM muallif aytib o'tganimdek, avtor, ya'ni loyihachi, uni asosiy vazifasi shu ishlab chiqarish vazifalari. Ya'ni qanday vazifalar? Loyihani tayyorlash va modellash. Keyingi kasb bu BIM master, uni asosiy vazifasi texnik vazifalar, smestva yaratish, o'rgatish, shablon yaratish, qisman IT manbalarni boshqarish, ya'ni serverda yoki dostуп berish, kerakli umumiy ma'lumotlar muhitini, papkalarni yaratish va hokazo ITga bog'liq bo'lgan vazifalarni ham bajarishi mumkin. Keyingi kasb BIM koordinatorning vazifalari, asosan loyihani boshqaruv vazifalari. Birinchisi bu совместная работа, ya'ni birgalikda ishlashni sozlash, loyiha bog'lamlarini sozlash, ya'ni distsiplinalar orasida to'g'ri bog'lamlarni sozlash kerak bo'ladi. Chiqarilayotgan modellarda hujjatlarni tekshirish bo'ladi vazifasi. Loyihani qanday olib borishda planlashtirishi ham mumkin. Xo'p, keyingi ko'rib chiqadigan kasbimiz bu BIM menejer. Uni asosiy vazifalari aytib o'tgandim, strategik vazifalar. Ular qanaqa? Ya'ni BIM standartlar yaratish, mijozlar bilan ishlash va ularning xohishlarini bilish kerak bo'ladi. Analitika va hisobotlar tayyorlash kerak bo'ladi va umuman loyihalar jarayonini va tatbiq etish jarayonlarini boshqaradi. Endi bu ko'rib chiqqan kasblarimiz va ularning vazifalari ideal holatda shunaqa bo'ladi. BIMni endi tatbiq etish jarayonida tabiiyki bularni hammasini birdaniga olib olish moliyaviy tarafdan o'zini oqlamasligi mumkin. Bunday holatda qanday qilishadi? Masalan, BIM master va BIM koordinatorni bitta odam bajarishi mumkin yoki BIM koordinator va BIM menejerni, hattoki BIM masterni vazifalarini ham bitta odam bajarishi mumkin bo'ladi. Bitta BIM koordinator o'rgatishi mumkin, shablonlar yaratishi mumkin yoki aytib o'tganimdek BIM menejerni ishlarini ham bajarishi mumkin bo'ladi. Yoki teskarisi BIM menejer BIM koordinatorni ishlarini ham bajarishi mumkin bo'ladi. BIM masterni vazifalarini ko'rganimizda aytib o'tgandim, IT manbalarga qarash uni asosiy vazifasi bo'lmaydi. Buning uchun IT mutaxassis javob berishi kerak. Xo'p, yana BIM rivojlangan sari qo'shimcha xizmatlarga ham talab kuchayadi. Aytib o'tganimdek, bu CD administrator va BIM developerning vazifalari bo'lishi mumkin. Ular shu plagin yaratadi va umumiy ma'lumotlar muhitini, administrativ funksiyalarni bajaradi. Tashkilotlarda bu vazifalar uchun ham BIM menejer yoki BIM koordinatorlar javob beradi va vakansiyalarda ham agar sizlar ko'rsalaring, bitta shu BIM developer yoki CD administratorning vazifalari shu vakansiyaning egasi uchun plus bo'lib xizmat qiladi deb yozib qo'yiladi odatda. Ya'ni BIM koordinator yoki BIM menejer plagin yaratish, Dynamidan foydalanish yoki ma'lum bir dasturlardan foydalanishi uni o'ziga plus bo'lib xizmat qiladi. Va sizlarga bu vazifalar notanish bo'lsa yoki qiziq bo'lsa, albatta darslarimizni kuzatishda davom eting. Bularni birma-bir keyinchalik darslarimizda yana ko'rib chiqamiz. Bu aytib o'tgan har bir vazifamiz o'zi katta bir mavzu
bu vazifalar BIMni tatbiq etish uchun juda katta ishlarni bajarishni talab qiladi va loyiha tashkilotida bu ishlarni bajarish uchun alohida xodimni shtatga yollamasdan ma'lum bir konsalting firmalariga murojaat qilish yo'li ham bor. Ya'ni shu konsalting firmasi shu BIMni boshida audit qilib va tatbiq etish uchun javobgar bo'ladi. Ya'ni ular shu BIMni tatbiq bo'lganidan keyin pulini olgani uchun shu BIMni to'g'ri va tezroq tatbiq etish uchun harakat qiladi va bundan loyiha tashkiloti albatta yutadi. Bunday konsalting firmalaridan biri bizni o'zimizni BIM konsalting firmamiz bor. Bemalol murojaat qilishlari mumkin. Pastda kontaktlarni qoldiraman. Xo'p, majburiyatlarni ko'rib chiqdik. Endi ularni qanday ajratish mumkin bo'ladi? Bunda biz RACI majburiyatlari matritsasidan foydalanamiz. Oldin shu RACI o'zi nimaligi haqida bilib olsak, R bu responsible, ya'ni shu vazifa uchun mas'ul, amalga oshiruvchi shaxs, ya'ni shu ishni bajaruvchi xodim. A bu accountable, mas'ul, ya'ni javobgar deb tarjima qilinadi. Bu shu yakuniy qaror qabul qiluvchi va u uchun javobgar bo'lgan xodim. Ya'ni R bu bajaruvchi bo'lsa, A uni tepasida turuvchi bo'lim boshlig'i bo'lishi mumkin. C bu consultant, ya'ni maslahatchi, konsultant. Shu ishni bajarish uchun kimdandir maslahat olish kerak bo'lsa, o'sha maslahat olish kerak bo'lgan odamni ko'rsatamiz. Bu yerda ekspert bo'lishi mumkin yoki boshqa bo'limda xodimi bo'lishi mumkin. Masalan, smeta bo'limini xodimi yoki buxgalter bo'lishi mumkin va hokazo. Va oxirida informant, ya'ni xabardor qilinuvchi, ma'lumot oluvchi. Bu yerda shu ish bajarilganligi haqida informatsiya oluvchi, ma'lumot oluvchi shaxs ko'rsatiladi. Odatda bo'lim boshlig'i yoki direktor yoki ma'lum bir shaxs bo'lishi mumkin. Shu ish bajarildi. Endi shu asosida ishlaymiz. Bundan xabardor bo'l degan tariqasida unga ma'lumot beriladi. Bu yerda loyihachi ham bo'lishi mumkin. Xo'p, endi bu RACI majburiyatlari matritsasi qanday bajariladi? Funksiyalar yozib chiqiladi. Shu loyihani bajarish uchun yoki tashkilotni BIMni rivojlantirish uchun, BIMni tatbiq etish uchun nimalar qilish kerak? Ular birma-bir yozib chiqiladi. Ularni to'g'risiga BIMni rivojlantirish kasblari yozib chiqiladi. Mana ko'rib turibsizlar, bizda funksiyalar yozilgan va BIM menejer, BIM koordinator, BIM modeller va oxirida BIM loyihachi ko'rsatilgan. Masalan, kompaniyani umumiy ma'lumotlar muhitini yuritish, bu yerda BIM menejer mas'ul shaxs bo'ladi. O'zi qo'li bilan ham shu muhitda yuritishi mumkin va BIM koordinator asosiy javobgar bo'ladi. BIM koordinator shu sotda administrativ funksiyalarni bajaryapti. Shu loyiha tashkilotini tipovoy BPni ishlab chiqish, bu yerda ham BIM menejerning vazifasi nazorat qilish va kerak bo'lsa u ham bajaradi, ya'ni qo'li bilan ishlab chiqadi va asosiy bajaruvchi BIM koordinator bo'lyapti yani. Ma'lum bir loyihani shu loyihaga aloqador BEPni ishlab chiqarish uchun bu yerda BIM menejer endi maslahat beruvchi roliga o'tyapti, konsaltant bo'lyapti. Asosiy ishni BIM koordinator bajaryapti va oxirida BIM loyihachi BEP yaratilgandan keyin shu bo'yicha ishlaymiz deb informatsiya berilyapti BIM loyihachiga. Xo'p, modellarni koordinatsiya qilish, to'qnashuvlarni tekshirish, ya'ni kolliziyalarni tekshirish uchun bu yerda BIM menejer, konsaltant, ya'ni maslahat beruvchi bo'lyapti, ishni BIM koordinator bajaryapti va BIM loyihachi informatsiya oluvchi bo'lyapti, xabardor beriluvchi. Modellar sifatini tekshirish, bu yerda BIM menejer yana konsaltant bo'lyapti. BIM koordinator bu yerda sifat tekshirish uchun javobgar bo'lyapti va BIM loyihachi shu sifat tekshirish uchun modelni yaratyapti. Asosiy ijro qiluvchi loyihachi bo'lyapti. BIM modellarini ishlab chiqish. Bu yerda ham BIM loyihachi ham mas'ul va bajaruvchi bo'lyapti. BIM koordinator maslahat beruvchi va o'rgatuvchi vazifasini bajaryapti. BIM komponentlarini ishlab chiqarish, bu yerda endi BIM modellerda ishi ko'rsatilgan, u javobgar shaxs R bilan ko'rsatilgan. BIM koordinator shu BIM modellerda ishini tekshiradi va BIM modeller loyihachi bilan maslahat qilib shu semestrda yoki ma'lum bir modelni yaratadi. Xo'p, endi shu BIMchilarni o'zaro hamkorligi va iyerarxiyasini ko'rib chiqdik. Ya'ni kim kimga bo'ysunadi va kimdan vazifa oladi, shularni ko'rib chiqsak. Aytib o'tgandim, raqamlashtirish bo'yicha direktor birinchida turadi, NTPda. Undan keyin BIM menejer turadi. BIM menejerdan keyin BIM koordinatorlar,
va ulardan keyin BIM modellerlar. Va loyiha tashkilotida CD administrator va BIM developer ham bo'lishi mumkin. Ular bevosita shu BIM koordinatorlar va BIM menejerlar bilan birgalikda ishlaydi. Raqamlashtirish bo'yicha direktorga nafaqat BIM otdel, aytib o'tgandim, IT bo'lim ham bo'ysunadi. Xo'p, endi BIMchilarga qanday ko'nikmalar, ya'ni skilllar kerak bo'ladi? Shularni birma-bir ko'rib chiqsak. Birinchi bo'lib BIM modeller. BIM modellerga Revit'ni yaxshi bilish kerak bo'ladi. O'rta darajada o'zini disiplinasi bo'yicha parametrik modellashtirishni bilish kerak bo'ladi. Semestvalar yaratishni bilish kerak bo'ladi. O'rta darajada va lot tushunchasi haqida xabardor bo'lish kerak bo'ladi. Loyihada qanday darajada lot tayinlangan, shu asosida detallashtirishni qilish kerak bo'ladi. Xo'p, BIM muallif BIM loyihachi u o'zini disiplinasi bo'yicha Revit'ni o'rta darajada bilish kerak bo'ladi va Navisworksni ham modellarni ko'rish uchun, birlashtirilgan modellarni ko'rish uchun bilish kerak bo'ladi, navigatsiya uchun. BIM koordinator. BIM koordinator uni asosiy qurollaridan biri Navis. Uni yaxshi darajada bilish kerak bo'ladi. Koordinatsiyani tashkil qilishni bilish kerak bo'ladi. Birgalikda ishlashni, ya'ni совместный работani tashkillaydi va uni boshqarib boradi. Shablonlarni hosil qilish va ularni yaratish, keyinchalik o'zgartirish uchun javobgar shaxs. CDE bilan ishlashni bilish kerak bo'ladi. Load, Loin, BEPlar bilan birgalikda ishlaydi va ularni loyihachilarga tushuntirib, qanday to'g'ri ishlashni o'rgatadi. Modellarni tekshirishni bilish kerak bo'ladi. Ya'ni shu loyiha tashkilotining standartlariga mosmi, geometriyasi, to'ldirilgan informatsiyasi to'liqmi, kerakli darajada to'ldirilganmi, ularni tekshiradi. YIR, BEP, BIM standartlar va shablonlarni kerak bo'lsa ishlab chiqaradi va qo'llab-quvvatlaydi, ya'ni o'zgartiradi. Va yashil bilan ko'rsatib qo'yganim, ya'ni yaxshi kommunikativ inson bo'lishi kerak, odamlar bilan yaxshi chiqish kerak. Bu yerda yashil bilan ko'rsatganim sababi bitta soft skill, shuning uchun yashilda ko'rsatdim. Ko'kda tepadagilar hammasi hard skill. Hard skill, soft skill nimaligini bilsalar kerak. Ma'lumot uchun, hard skill bu o'zlaring o'rganib oladigan yoki birortasi o'rgatadigan ko'nikmalar. Masalan, ingliz tili, Revit, ma'lum bir dasturlash tillari, ma'lum bir programmalar hard skillga kirsa va tajribadan olinadigan ko'nikmalar, masalan, odamlar bilan yaxshi gaplashish yoki odamlarni boshqarish yoki adaptatsiya jarayonini oson kechirish kabi ko'nikmalar bu soft skillga kiradi. Buni ma'lumot uchun aytib o'tdim. Va agar sizlar kelajakda ma'lum bir yuqori lavozimlarga intilsalaring, shu soft skilllarda rivojlanish, yuqoriga intilishda osonroq kechishini ta'minlaydi. Xo'p, BIM menejer. BIM menejerda vazifalari ko'proq yashilda ko'rsatilgan, ya'ni BIM menejer boshqaruvchi lavozim bo'lgani uchun unda soft skilllar rivojlangan bo'lishi kerak. Soft skilllar qanday kerak bo'ladi? Shu BIMni tatbiq etish maqsadlarini aniqlash kerak bo'ladi. BIMni tatbiq etishni boshlash kerak va qo'llab-quvvatlash kerak. Qanday boshlash kerak? Bu yerda nimaga yashilda ko'rsatganman? O'zi har bir ishni boshlab olish qiyin. BIMni rivojlantirish va tatbiq etish juda ham qiyin. Bu yerda juda ko'p omillar bor. Shuning uchun BIM menejerdan yaxshigina o'zi maqsadiga intiluvchi insonlar bo'lishi kerak. Ya'ni o'zinikini o'tkaza oladigan inson bo'lishi kerak. Shuning uchun BIMni tatbiq etishda yashilda ko'rsatib qo'ydim. Buyurtmachi bilan yaxshi aloqada bo'lish kerak, ya'ni yaxshi gaplashish kerak. Loyihada kerakli detallashtirish darajalarini aniqlash. Detallashtirish darajalarini yaxshi bilish kerak bo'ladi. U ham kommunikativ inson bo'lishi kerak. Muzokaralarni yaxshi olib borish kerak va loyiha jarayonini tashkil qilish va boshqarishni yaxshi bilish kerak. Ya'ni bu skill tajribadan kelib chiqadi. Shuning uchun buni ham yashilda ko'rsatib qo'ydim. Va hard skilllardan CDEni tanlash va uni administrativ funksiyalarni bajarishni bilish kerak. IT bo'lim bilan yaxshi ishlash kerak, ya'ni ITni tushunish kerak bo'ladi. YIR, BEP va BIM standartlarni ishlab chiqarishni bilish kerak bo'ladi. Va oxirida ma'lumot uchun yana ko'rsatib qo'ydim, BIM developer nimalarni bilish kerak? Revitni o'rta darajada bilish kerak, chunki u o'zi qilgan avtomatlashtirish uskunasini Revitda sinaydi. Shuning uchun Revitni instrumentlarini ham bilish kerak bo'ladi. Va yana Dinamoni bilish kerak bo'ladi, Pythonni bilish kerak bo'ladi va C# ni bilishi shu loyiha tashkilotlarida avtomatlashtirish instrumentlarni yuqori darajada qilish imkonini beradi. BIM developerni ko'nikmalarini ma'lumot uchun ko'rsatib o'tdim, lekin bu yerda agar sizlar BIM koordinator yoki BIM menejer bo'lmoqchi bo'lsalaring, kelajakda loyiha tashkilotini katta kichikligiga qarab sizlar kamida Dinamo yoki Pythonni ham bilishlaring kerak bo'ladi.
Ya'ni BIM developer bo'lmoqchi bo'lmasalaring ham hech bo'lmasa Dinamo yoki Python'ni bilishlaring kerak bo'ladi. Bunday qilib biz BIMchilar uchun kerakli bo'lgan ko'nikmalarni ko'rib chiqdik. Bu ko'nikmalar haqida yanada ko'proq informatsiya olmoqchi bo'lsalaring, kanalimizni kuzatishda davom eting. Obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin, do'stlaringizga ham ulashing. Shu bilan sizlar bilan xayrlashib qolaman. Keyingi darsimizda umumiy ma'lumotlar muhitini ko'rib chiqamiz. Hozircha xayr, sog' bo'ling.